Bugun mening farzandlarim bilan, mening prezidentim bilan selfie qilmoqchiman. Mana shu hurmatli prezidentimiz meni ozod qildilar. Meni nohaq qamalganligimni isbot qildilar. Meni shu haqiqiy mustaqillik 2016-yildan boshlangan. Janobi Karimov otamizga ovoz berdi. Mana endi hozir bugun gapirsam, mumkin bu odamni misolga yaxshi ko'rgan odamlar bor, lekin shu odamning davrida biz ezildik. Eng narsa, yomon narsa qo'rqadigan, men shaxsan qo'rqadigan narsa. O'zi savol tug'iladi, hamma ham bir narsadan, inson bir narsadan qo'rqadi. Men qo'rqadigan narsa bu sotqinlik. Yovuz narsa deganda bir devdek bir narsani ko'ramiz biz. Men shaxsan yovuz narsani sotqinlikdan ko'raman. Mana shu sadoqati bo'lmagan, umuman tabiatida